Bo'ladimi, qanday? Bo'ladi. Yoshsiz bo'ladi. Hozir biz 13 kishi boshlaymiz. Boshlaymiz. Aha, bo'ldi. Assalomu alaykum barchaga, xush kelibsizlar deymiz. Bugungi vebinarimizni, ya'ni onlayn master klassimizni boshlaymiz. Ya'ni bugungi eng asosiy mavzuyimiz bu IELTS dan karyeragacha bo'lgan muvaffaqiyat yo'limizni birma-bir birgalikda analiz qilib o'tamiz. Birinchi o'rinda avvalambor o'zim haqimda qisqacha tushuntirib beraman. Чтобы sizlarda ideya paydo shakllansin, чтобы kimni eshityapman, nima haqida bo'ladi. O'zimga keladigan bo'lsak, 16 yoshimda bundan hali 8 yil oldin IELTS topshirganman eng birinchi marta va IELTS rezultatim speakingga birinchi marotabadan 8 bo'lib chiqqan ingliz tilida. Umumiy ballimga keladigan bo'lsak, 7,5 bo'lgan. Xuddi shunday 18 yoshimda yana bir marta topshirib ko'rganman. Bunda ham yana xuddi shu rezultat 8 IELTS dan speakingdan olganman. Hozirda esa universitetimni, shu IELTS rezultatimni olib bo'lgandan keyin universitetga topshirdim. University of Greenwichni first class honors bilan, ya'ni birinchi darajali diplom bilan tugatdim. Universitetimni tugatiboq 2024-yil ishga joylashganman va albatta buni protsessi uzoq bo'lgan, to kirishim, boshlanilishi, lekin ishimni universitetni tugagandanoq birdaniga boshlab ketilgan, which is very good success to be honest in London. Va bundan keyinchalik esa hozirdagi kompaniyam, ishlayotgan kompaniyam haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'taman. Hozirgi kompaniyamda moliya sohasida, ya'ni bu kompaniyamizda Opus Group deb nomlanadi va bunda 15 ta kichik kompaniyalarimiz bor. Mana shu kompaniyalarimizni 25 million funtlik оборудованиесini, finansini boshqarib kelaman. Albatta bizning komandamizda o'zimizda 4 ta internal finance timimiz bor va external head accountantlarimiz bor. O'shalar bilan birgalikda decision makingga va shu bilan birgalikda CEO assistant bo'lib ham ishlayman. Ya'ni har haftalik otчетlarimizni tayyorlab, finansda biznesimiz qanday qilyapti, finansoviy statistika datani to'liq informatsionniy dataga aylantirib CEOga report qilaman. Va shu bilan birgalikda biznesimizda 2024-yilni o'zidayoq 4 ta biznes yangi qo'shdik. Bu va mana shu ochilish qo'shilishda o'zim katta hissa qo'shganman. 2025-yilda esa yana 4 ta. Hozirgi 2026-yildagi eng katta proyektimiz bu real estate constructionga kirib, ya'ni ko'chmas mulkga tarzda o'zgartirib boryapmiz. Bu ya'ni bizda hozir transitional period. Va shu bilan birgalikda hozir Fly High jamoasi a'zosi ham bo'laman, ya'ni co-founderi. Bu haqda qisqacha keyinroq ma'lumotlar berib o'tamiz. Albatta bu bizga kerak bo'ladigan eng muhim aytib o'tgan informatsiyalarimizdan bu sovg'alarimiz. Bizlar har bitta social mediada aytib o'tdik. Ya'ni birinchi o'ringa bu qanday birinchi, ikkinchi, uchta reward qo'yib chiqdik. Qatnashgan barcha ishtirokchilarimizdan ichkarisidan 3 kishi tanlab olinadi va qiymati 1,5 ming dollarga tegishli teng bo'lgan qiymatdagi agentlik xizmatini bonus sifatida taqdim etamiz. Bu qanday bo'ladi? Hozir bizlar sizga mana shu prezentatsiya tugagandan keyin forma tashlaymiz. O'sha formani to'ldirishingizga to'g'ri keladi va albatta ko'proq informatsiya o'zingiz haqingizda qoldiring, chunki biz haqiqatdan shijoati bor, aniq Angliyaga o'qishga kelmoqchi bo'lgan 3 ta studentni tanlab olib, ularning barcha dokumenti, consulting prosesslarini barchasini o'z zimmamizga olamiz va bizning Collab consulting firmamiz bu bo'yicha barchasini sizlarga shug'ullanib berishadi va bu it's gonna be on us. Ikkinchi o'ringa esa, ya'ni shaxsiy mentorlik deb qo'ydik. Ya'ni agarki bizlarda hozir Q&A sessioni bo'ladi, Q&A sessionda eng to'g'ri va eng chiroyli savol bergan insonga o'zim bilan birgalikda birma-bir one to one session olib o'tamiz va bu sessionda siz qanday, masalan, Angliyaga o'qishga kirish, scholarshiplar bo'lsin yoki universitetni qanday tamomlash, qanday ishga kirish bo'lsin, barchasi haqida xohlagan savollaringizni so'rashga sizda imkoniyat bo'ladi va o'zimning opitimdan kelib chiqqan holda men sizlarga maksimal informatsiya beraman. Va uchinchimiz bu secret offer. Bu secret offerni albatta prezentatsiyamizning eng oxirida, yakuniy qismida sizga e'lon qilamiz. Qarang, bir minut. Keling, auditoriya bilan ozgina tanishib olamiz. Albatta. Yozishsin, ular qayerdan kuzatishyapti bizni va Britaniyaga qachon kelishsa mo'ljallashyapti. Ozgina interaktivroq bo'ladi. Shtabida, albatta.
Javoblarimizga borsak, Bag'dod, Exeterdan, South Koreadan, Samarqand. Samarqanddan ham bor ekan. Молодцы. Kutilgandi. Kutilgan. Judayam yaxshi. Aha. Endi davom etsak bo'ladi. Ya'ni tushunganim bo'yicha ancha xalqaro ketyapmiz. Alright. So, maksimalni o'zbek tilida qilishga harakat qilaman, lekin ba'zi so'zlar, terminlar ingliz tilida ketib qoladi. I hope everyone understands. Ketdik. Birinchi o'rinda nima haqida o'rganamiz? Bugungi eng asosiy topiklarimiz. Ya'ni siz uchun eng kerak bo'ladigan success pillars. Success pillarsga keladigan bo'lsak, bu ya'ni ilmiy tarzdan olib aytaman va o'shani qisqacha bizni hayotimizga qanday tatbiq eta olishimiz mumkin. Shu bo'yicha birga analiz qilib o'tamiz. Success pillar bu nima? Bu ya'ni bizlardagi piramidadagi g'oya. Ya'ni har bitta inson o'zingizdan olib keladigan bo'lsak, faqatgina IELTS o'rganganingiz yoki ingliz tilini bilishingiz yoki faqatgina yuqori GPA'ingiz bo'lishi hech qanaqa garantiya bermaydi, что siz bu hayotda va karyerangizda, o'qishingizda successful bo'lasiz deb. We really need some resources. Aslida ilmiy tadqiqotlar bo'yicha bizda 5 ta pillar bor, lekin men eng asosiy muhim deb bilgan 3 tamizni oldim va o'sha bo'yicha tanishtirib o'taman. Eng muhimi birinchisi tizim va strategiya. Nima uchun deb oladigan bo'lsak, har bitta ishimizni bajarayotganimizda bizda agarki tizim, consistency bo'lmasa, hech qaysi bitta qilgan ishimiz oldinga yurmaydi va shuning uchun ham bu foundation deb hisoblayman. Agarki siz ham Atomic Habits yoki Midnight Library, The Mountain is You degan ko'plab mana bu self development kitoblarini o'qigan bo'lsangiz, ulardagi eng core idea nima? Ya'ni o'zing nima yaxshi ko'rishingni top va o'sha bo'yicha stay consistent. Ya'ni har doim uni qaytarib kela olish kerak. Agarki once you become very consistent, keyinchalik esa u o'zini rezultatini ko'rsatadi. Va shu bilan birgalikda mana shu self development kitobidagi Ikigayadagi kitobdagi ozroqgina tushuncha, ya'ni uni to'g'rilashtirib yuboradi. Ya'ni u yerda siz o'zingiz yaxshi ko'rgan narsani topib, u bilan balansda bo'lishingiz. Ya'ni har bitta narsaga o'ta addict bo'lib ham ketib qolish kerak emas, lekin shu bilan birgalikda o'ta chill ham bo'lish kerak emas. You need to stay consistent but with a good moderation level. Eng ikkinchi muhimi, agarki bitta ishni qayta bajaraversangiz, bu sizga rezultat olib keladi degan garantiya bormi? Yo'q, hech qanaqa yo'q. Chunki siz noto'g'ri yo'nalishda yurgan bo'lishingiz ham mumkin. Shuning uchun ham ikkinchi eng muhim bizlardagi success pillar bu strukturali fikrlash va struktura hayotingizda bo'lishi. Bunda nima deb o'ylasangiz, siz bitta ishda bormoqchisiz, bironta masalan Angliyaga o'qishga bormoqchisiz, o'qishga kirmoqchisiz, grant yutmoqchisiz. Sizda aniq bir struktura bo'lishi kerak, qaysi yo'nalish bo'yicha ketayotganligingiz va muhim. Va o'sha paytda bizlarga mentor kerak bo'ladi, ya'ni bizni yo'nalishimizni to'g'rilab qo'yish va o'sha yo'lakchada biz yugurishimizni davom ettirishimiz kerak. Uchinchisi va eng muhim deb bilganimiz va bizning prezentatsiyamiz bugun davomiy shu topik bo'yicha aylanishi kerak bo'lgan va eng muhim deb bilgan piramidamizning topida muloqot, communication skill turadi. Nima uchun deb ataydigan bo'lsak, sizda muloqot eng ko'p kerak bo'ladigan skill, ayniqsa bu to'g'ri muloqot qila bilishimiz bo'lsa. If you have the great communication skill, siz to'g'ri rivojlanib borishingizda marralarga erishishdagi yo'lingizni qiyinchiligini ozroqgina bo'lsa-da osonlashtirib beradi. Buni ilmiy asoslab beraman. Ya'ni birinchi keladigan bo'lsak, Daniel Goleman Harvardda tahsil olgan eng katta psixologni tadqiqotlarini agar analiz qilib ko'radigan bo'lsak, u yerda aytilgan, har bitta sizning technical skillingiz, ya'ni hard skillingiz, u bo'lsin coding yozish yoki IELTSingizdan juda katta GPAingiz bo'lishi, rezultatingiz, GPAingiz katta bo'lishi, SATingiz bo'lishi yoki turli xil sertifikatlaringiz, GMAT, SAT bo'lishi mumkin. Lekin u bilan siz bitta eshikka kira olasiz. Ya'ni o'qishga kirishingiz mumkin yoki ishga kirishingiz mumkin. U yerdan turib sizni rivojlantirishga, ya'ni karyeradan o'sishingizga, universitetni to'g'ri baholar bilan tugatishingizga yordam beradigan pillar bu communication va shu bilan birgalikda EQ, intellectual, emotional
your emotional knowledge bo'ladi, ya'ni sizni ijtimoiy va emotsional ko'nikmalaringiz EQ deb ataymiz bu yerda. Ya'ni sizni your intellectual property will get you into a certain level, however your emotional EQ will actually help you to get promoted in any level of your life. Masalan, bu narsani analiz qilib o'tamiz. Bu universitetda deb o'ylasak. Agarki siz universitetga kirdingiz, siz og'zaki imtihonlarda yoki prezentatsiyalarda yoki sizda bo'ladi yerda ko'plab seminar darslarda faol qatnashsangiz, to'g'ri savol so'rasangiz, uyalmasangiz, ya'ni you need to be able to be confident to show up and speak up. Ana o'sha skilllaringizni to'g'ri ko'rsata olsangiz, sizni professorlar eslab qoladi, seminarlarda yaxshi rezultatlarni olib boshlaysiz va guruh ishlarida yana ham aktivroq bo'lasiz va buni albatta ham ishda ham o'qishda hamma notice qiladi. Masalan, chetda o'qib bo'lgan insonlar biladiki, juda ham ko'p team projectlar mavjud bo'ladi. Mana shu team projectda o'quvchilar, o'qituvchingiz, professoringiz sizga 5 kishiga bitta task beradi. Mana shu bitta taskni 5 kishi birgalikda amalga oshirishi muhim. Mana shu yerda sizni team workingiz, atrofingizdagi insonlarni his qila bilishingiz, ularga nima kerakligini tushunishingiz va albatta o'zingizni kimligingizni bilishingiz va sizga nima kerak, sizni qanday skillingiz bilan mana shu teamni yana ham improve qilishingizga bo'lgan contributioningiz muhim hisoblanadi. Networkingga keladigan bo'lsak, if you imagine you are emotionally very intelligent person, networking eventlarida siz bilasiz qayerga qanday o'zingizni tutishni va shu bilan birgalikda to'g'ri savol so'rashni. Va networking qismiga alohida to'xtalib o'tamiz, which is very important, which helped me a lot in my career and personal life. Bu uchun yana keyingi prezentatsiyalarda to'g'ri tushuntirib berib ketaman. Intervyu va karyerada agarki ishga kirishimizda faqatgina bizni hard skilllarimiz important bo'lganida, eng chiroyli CVni ko'rgan holda odamlar ishga olishar edi. Lekin bizda intervyu degan stage mavjud. Ya'ni ishga topshirasiz, masalan Big 4 ga topshirsangiz ham xohlagan katta korporatsiyalarda sizni intervyuga chaqirishadi. Intervyuda sizni emotional intelligencingizni va shu bilan birgalikda qanday muloqot va o'zingizni attitudingiz, behavior, energiyangizni ko'rsatib berishingiz muhim. Mana shu intervyuda eng ko'p asosiy decisionlar mana shu yerda bo'ladi. Ya'ni siz bilan muloqot qilishadi, siz qay darajada kuchli ekanligingiz, qay darajada teamda kirishib keta olishingiz mumkinligini va siz atrof muhitni va o'zingizni to'g'ri anglab yetganligingizni har bitta aytayotgan so'zingizda уже ifodalab qo'ygan bo'lasiz. And therefore, emotional intelligence is way more important when it comes to getting promoted or to advance your level at any level of your stage. Masalan, mana shu emotional intelligence'da va communicationimizni rivojlantirishimizda bizlarga va ayniqsa o'zimdan kelib chiqib aytaman, o'zimni rivojlanishimda nima menga turtki bergan va nima meni juda ham ko'tarib qo'ygan desam, bu IELTS dagi speaking imtihoni. You might say, yo'q, IELTS dagi speaking u darajada life changing narsa emas, lekin aslida bu shunday. Buni ham yana ilmiy tadqiqotlar bilan ko'rsatib beraman nimaga ekanligini. IELTS speaking o'zi sizni nimaga o'rgatadi? Bu bo'yicha birinchi tushunib olsak. Bu real vaqt rejimida tayyorlanmagan savolingizga cheklangan vaqt ichida javob bera olish. Bu nimani o'zgartiradi yoki nimani rivojlantirib beradi sizga desa, your cognitive agility. Ya'ni siz kutilmagan, spontan momentda sizga berilgan savolga juda chiroyli tarzda o'ylagan va faktlar asosida gapirib berishni tushuntirib beradi. Masalan, IELTS speaking part 3 ga keladigan bo'lsak, sizga savol beriladi va bu savolda ko'pincha siz kutmagan bo'lasiz. Balkim topikni bilishingiz mumkin, that it's going to be about the travel or about pollution, lekin qaysi savol tushunishini bilmaysiz. When a person asks you a question, u yerda sizda 10 sekund, 5 sekund vaqt bo'ladi va o'sha vaqtni o'ylagan tarzda o'zingizni 4 ta point, reason, example and then conclusion sifatida mana shu 4 ta formulaga qo'ygan holda siz javob berishni o'rgatadi. Ya'ni xuddi shunday narsalar, masalan ishingizda yoki universitetingizda sizga savol keladi. Nima uchun mana bu to'g'ri yoki nima uchun bu noto'g'ri deb o'ylaysan? O'sha yerda qisqa va lo'nda chiroyli javob berishni IELTS speakingga ancha yordam bergan. IELTS dan o'zim 8 olganligim uchun men 7,5-8 ball olgan o'quvchi nimaga aslida qodir degan savolga
real life'da qanday foydasi tegishi mumkinligini tushuntirib berib o'taman. Tanqidiy fikrlashga o'rganadi. Ya'ni har bitta narsa to'g'ri ekan desa, to'g'ri deb ketish emas, critically uni analiz qilish va shu bilan birgalikda uni yetkazib bera olishni biladi. Abstrakt savollarga javob bera oladi. Agarki siz IELTS ekzaminator perspektivasidan o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, agarki bironta savolni so'raganida sizni levelingizni уже analiz qilib keladi va faqatgina part 3 da sizning уровенingiz 7, 8, 9 deb o'ylasagina sizga abstrakt juda ham mavhum temadagi savollarni so'ra boshlaydi. Bu degani siz agar o'sha savollarga ham chiroyli javob bera olsangiz, you are already 7.5 plus or 8 or even 9. Va shu bilan birgalikda akademik muhitga tez moslashadi. Bu shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytaman. IELTSdan 8 olganimda, universitetga kelgan paytimda уже 100 ta insonlar ichida tezroq, aniqroq, ravonroq o'z fikrimni ifoda etib berish menga oson bo'lgan. Va shu bilan birgalikda bizda kichkina Angliyada darslarimizda seminarlar bo'ladi, 20 ta 15 ta student va o'qituvchi bilan birgalikda. U yerda o'qituvchiga savol bera olish, tushunmagan narsamni clarify qilib berishini so'rashi menga ancha comfortable bo'lgan. Keyin boshqa studentlar qayerda ularni muloqotida, ya'ni nosog'lomlik bor. Ularda masalan bitta savol so'rashda struktura, grammatika to'g'ri ishlatyapmanmi, bu to'g'rimi, yo'qmi degan hadik ularni orqaga ushlab turadi. Shuning uchun ham speakingingizni, nutqingizni qaysi davlatda bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, rivojlanmoqchi bo'lsangiz, o'sha davlatning tilida juda kuchli darajada gapira olishingiz bu muhim. Masalan, men hozir o'zim Angliyada istiqomat qilaman, Angliyada ishlayman, inglizlar bilan ingliz tilidagi muloqotim menda kuchli bo'lishi juda ham muhim rol o'ynaydi, agarki karyeramda rivojlanmoqchi, o'smoqchi bo'lsam. Va shu bilan birgalikda part 2 ni eng katta menga bergan foydasini va shu bilan birgalikda o'zim bolalarga dars berayotgan jarayonida qanday qilib insonlarni nutqini va kommunikatsiyasini rivojlantirganimni tushuntirib beraman. Part 2 da bilamiz, bizlarga 1 minut vaqt beriladi va 2 minut davomida gapirishimiz kerak bo'ladi va xuddi shu bilan birgalikda Anders Ericsson bitta nazariyasi bor, ya'ni deliberate practice degan. Agarki siz bitta kutilmagan savolga 10 sekund vaqt olib o'ylasangiz va o'zingizni majburlasangiz 1 minut davomida shu savolga javob berishni chiroyli qilib va mana shu praktikani consistently o'zingiz majburlab tursangiz, o'zingizni ustingizda mana shu nutqni rivojlantirish uchun gapirishga, sizda ingliz tilidagi yoki xohlagan tilingizdagi rivojlanish ancha tezlashadi. O'zim bu praktikani juda ham ko'p qo'llaganman va shu bilan birgalikda 3 yil davomida O'zbekistonda ingliz tili speaking club public speakingdan kurslar olib o'tganimda mana shu narsani part 2 orqali biz praktika qilardik. Bitta studentni o'zining ularni noqulay atmosferaga qo'ygan holda, ya'ni 30 ta studentim bor, bittasi doskani ustida, unga bitta cue card beraman, part 2 dagi cue card IELTSniki 1 minut tayyorlanadi va 30 kishiga u javob bera olishi kerak. Bu juda ham noqulay. Birinchidan juda ko'p odam, har bitta insonda qandaydir vahima, hadik bosadi, lekin kuchli darajada chiroyli o'zini ekspress qilib berish kerak va bu juda ham muhim. Keyin esa u bola boshida of course fail qiladi, qiynaladi, lekin oxirga kelib studentlarim shu darajada kuchli javob bera boshladiki, bizlarda IELTSdan 7.5-8 olish it was very daily. Like 7.5-8 bizda easily olardik. Chunki imtihonga kirgan kuni u bittagina insonni qarshisida ko'radi. Bittagina insonga part 2 haqida gapirish, hech qanday u yerda kamera yo'q, odamlar yo'q, 30 kishi yo'q, vahim hech kim bosadigan yo'q. O'zini shu darajada confident his qilgani uchun ham juda chiroyli tarzda o'zini deliver qilib bera olgan. Va shu uchun ham juda ham ko'p studentlarim 7.5-8 darajasidagi speakingdan ball olgan. Va shu narsani esa hayotda tatbiq qilish ham davomiy ketyapti. Juda ko'p studentlarim hozir bittasi Yale'da o'qiyapti, yana bittasi O'zbekistonda Samarqand o'zida katta sentrlarda dars berishyapti, ya'ni speaking clubimni traditsiyasini davom ettirishyapti. Juda qolganlari Yevropada, Angliyada o'zim bilan hattoki kim nechta studentlarimiz kelgan. Va har bittasi o'zini o'sha yerda confidence-ni build up qila oldi. Mana shu strategiya, ya'ni o'zingizni noqulay atmosferaga qo'yasiz. O'zingizga juda short time periodda tayyorlanishga vaqt berasiz va majburiy bitta timer qo'yib o'zingizga o'sha topikda majburiy gaplashasiz. Ya'ni o'sha savolga javob berasiz.
Chunki bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Ko'p inson uyalaman, menga noqulay deydida, o'zini komnatasiga kirib, faqatgina oynaga qarab gapiradi. Lekin hayot har doim ham qulay emas. Hayot juda ham ko'plab noqulay vaziyatlarga boy va ana o'sha noqulay vaziyatlardan chiroyli chiqib keta olish uchun sizda chiroyli communication skill bo'lishi kerak. Hech bitta skill praktikasiz, doimiy uni ustida ishlanmasa, u rivojlanmaydi. U sizda tug'ma qobiliyat emas hech kimda. Chunki xuddi o'zimdan kelib chiqib aytaman, eng introvert 16 yoshimgacha juda introvert, faqat o'zim bilan bo'ladigan, faqat kitobimni olib yuradigan, hech kim menga disturb qilmasa bo'ldi deydigan insondan hozirda esa I built up such a skills like leadership and communication meni karyeramda ham, o'qishimda ham, O'zbekistonda dars bera olish qobiliyatigacha yetishganimga mana shu ikkita skill menga katta foundation bo'lib bergan. Va o'ylayman, har bitta inson uchun ham bu juda ham ko'plab foydalarni olib keladi, ya'ni hayotingizda rivojlanish uchun. Keyingisi esa bu elevator pitch, bu Harvard Business School'dan olingan eng ya'ni yaxshi konsepsiya. Bu nima degani? Hammamiz bilamizki, elevator, ya'ni bu nima edi? Elevator o'zbek tilida? Lift. Ya'ni liftdan birinchi etajdan 4-chi etajga chiqyapsiz, tasavvur qiling. Yoningizda Bill Gates tushib qoldi. 4-chi etajga chiqyapsiz, yoningizda Bill Gates ketyapti. Va o'sha yerda elevator pitch, ya'ni o'sha yerda juda kichkinagina pitchli vaqt bo'ladi, nechadir sekundlar, 30 sekund. Va mana shu 30 sekund sizga bitta o'zingiz uchun opportunity create qilish uchun vaziyat bo'lishi mumkin yoki o'zingizni noqulay his qilgan holda chekada burilib turishingiz mumkin. Har doim ham ko'zimiz katta qizil opportunitylarni izlab yurishi kerak. Ya'ni o'sha qarab turishingiz kerak, qayerda shans keldi, siz nimadir o'zingizga you can use this, utilize this opportunity. Xuddi shunday elevator pitchda ham yoningizda tasavvur qiling, bitta inson, juda ham influencer baland bo'lgan inson va unga 30 sekund vaqtingiz bor, unga nimadir ayta olishingiz o'zingiz haqida, shtobi u sizni har doim ertaga eshigini qoqib borsangiz eslab qolishi. Bu hayotda eslab qolinish ancha muhimroq, chem sizning skilllaringizda. Bu o'zimda necha marta hayotimdagi tajribalarimdan kelib aytyapman. Masalan, xuddi mana bu katta eventlarga qatnashganimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, Azim Po'lat yoki Umidjon aka Angliyaga kelganlar va o'shalar bilan networking eventlari bo'lgan. Har bittasida men networking eventlarida qatnashaman va bizda alohida mana shu krugda gaplashish uchun bizda nechadir soniyalar bo'ladi. Ulardan nimadir suhbat olish, o'zimizni tanishtirish. Va mana shu suhbatlar davomida, masalan, oddiygina Google'ga e'tibor beradigan bo'lsak, Azim Po'latga bu kishi bizni Google uchun turga chaqirishdi va bordik, ya'ni rooftopida biz gaplashishimiz uchun qulay sharoit qilib qo'yishgan ekanlar va u kishi bilan chin dildan suhbat qilish uchun, o'zimizni tanishtirish uchun birma-bir vaqt berildi. Har bitta inson o'zini tanishtirib o'tyapti va mana bu yerdagi har bitta inson ko'rib turganlaringiz very influential people in the UK and in Uzbek community. Manyev kompaniyasini IT direktorlari, bu yerda Oxford universitetida magistraturani grantda Medicine with AI o'qiyotgan inson, bu yerda event manager va yaqinda O'zbekiston bo'yicha cultural event ambassador bo'lib yaqinda tayinlandi va Azim Po'lat va u kishini birga universitetni tugatgan sheriklari. Mana shu eventda ham qanday o'zimizni deliver qilishimiz, shtobi keyingi uchrashuvlarimiz yoki ishimiz tushgan paytida u insonlar sizni yaxshilab eslab qolishi. Va xuddi shu bilan birgalikda Umidjon aka bilan bo'lgan event. In both cases, I tried to introduce myself in a way that they won't forget. Even though one day will come, I will knock their door in Uzbekistan probably, and then they will be really happy to open their door and welcome me. And shu uchun ham bizdagi mana bu elevator pitch o'zingizni, kimligingizni, nimaga qiziqishingizni va qanday qadriyatlaringiz va qanday value olib kelishingizni juda qisqa muddat ichida tushuntirib bera olishingiz kerak. And this will help you to grow your networking cycle. Ya'ni agarki sizni qay darajada tanish bilishlaringiz ko'p bo'lsa, shuncha hayotda
ishingizni amalga oshirishi shuncha oson bo'ladi. Bu faqatgina o'ylasangiz, faqat O'zbekistonda tanish bilishim bo'lsa bo'ldi, chet davlatlarda unaqa emas deyish bu juda ham xato. Dunyo qonunlari barcha joyda bir xil ishlar ekan. Men ham buni Angliyaga kelganimdan keyin tushunib yetdim. O'zbekistonda ham, chet davlatlarda ham tanish bilish albatta katta rol o'ynaydi va insonlarning sizga eslab qolgani it means they already trusted you. Sizga ishondi. Va ishonch bu yerda juda ko'plab masalalarda sizni hard skillingiz kira olmaydigan eshiklardan ularni sizga bo'lgan ishonchi va sizni tanish bilishingiz juda ko'plab eshiklarga olib kirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun networkingdan kuchli foydalana olish kerak. Uni qoidasi qanaqa? Masalan, har bitta seminarga borib qatnashsam bo'ldimi yoki masalan siz ham bugun bu onlayn uchrashuvga qatnashyapsiz va bizlarda albatta vaqti keladi hozir communicate qilamiz oxirida va o'sha paytda qatnashsam bo'ldimi? Yo'q. Uni o'ziga yarasha tartib va odobi bor. Agarki bu offline tarzda networking bo'layotgan bo'lsa va ko'rdingiz juda ham influential odam, o'zingizning sektoringizda juda ham katta yutuqlarga erishgan va ular orqali siz ham ulardan nimadir o'rganmoqchisiz yoki o'zingizdagi bo'lgan biznes g'oyangizni u kishiga borib tushuntirib bermoqchimisiz, avvalambor ba'zi qonun qoidalariga e'tibor berib ketishimiz kerak. Networking, eventlarga qatnashish yoki networking qilish bu faqatgina ish so'rash emas yoki CV berib chiqib ketish emas. Masalan, men shunaqaman, zo'r finansistman, meni ishga ol. Unaqa ishlamaydi. Yoki xuddi shu bilan birgalikda u faqatgina o'zingiz haqida gapirishingiz ham emas. Networking bu nima? Bu avvalambor to'g'ri savol so'rash, qiziqarli savol berish va eslab qolinish. Agar bitta inson sizni bitta networking eventdan eslab qolsa bo'ldi, u sizni long termda balkim bir kunda, 2 kunda foyda bermas, lekin uzoq vaqt davomida albatta sizga juda katta foyda olib kela oladigan bitta connection bo'ladi. Buning uchun esa siz eslab qolinishingiz muhim. Unda siz e'tibor berishingiz mumkin. Avvalambor o'zingizni chiroyli represent qilishingiz, to'g'ri represent qilib bera olishingiz va ikkinchisi 70-30 qoidasiga amal qilishingiz. Juda ko'plab insonlarning psixologiyasini analiz qilib oladigan bo'lsak, ko'p insonlar eshitilishni xohlaydi, chem eshitish. Bu it's a very common emotional rule. Ya'ni emotional intelligence rule that you need to know. Shuning uchun ham ularni xohishlaridan kelib chiqqan holda siz ularni approach qilishingiz kerak. Ya'ni agar bitta inson bilan ko'proq muloqotda bo'lib, ular bilan yaqin munosabat qurmoqchi bo'lsangiz, avvalambor ularga nisbatan sizni qiziqishingiz borligini ifoda eting. 70% ularni tinglang, ular haqida ko'plab informatsiya yig'ing va yana qiziqarli follow-up questionlarni so'rang va faqatgina 30% qismida esa o'zingiz haqingizda ko'proq e'tibor bering. Har bitta inson sizni nima deganingizdan ko'ra, siz bilan gaplashayotganida o'zi qanday his qilganini ko'proq eslab qoladi. And it is very important thing. You guys need to really remember. Yana bir marta qaytaraman. Har bitta inson sizning gapirgan gapingizdan ko'ra, siz bilan gaplashayotganda o'zini qanday his qilganini ko'proq esda qoladi. Masalan, Umidjon aka bilan gaplashdim, o'zimni qiziqishlarimni tushuntirdim. Ya'ni ham ilm, ham ta'lim tizimiga, ham biznesga qiziqishim, ham moliyada bo'lishim va ulardan hozirgi proyektlarni, yangi ikkita ochayotgan skollarini ochilishi, qancha xarajat ketishini ulardan eshitdim. Va Umidjon akani o'zlari mendan so'radi, o'zingda qanaqa g'oyalar bor? Ta'lim tizimida nima proyektlar qilyapsan? Mana bu adminimga aloqaga chiq va meni o'zimni personal kontaktimni ol. Agarki biron narsa qiziqarli bo'lsa, menga aloqaga chiq, birga WhatsAppdan o'zlarini shaxsiy nomerlarini berib, aloqaga chiqishimni so'radilar. Bu har doim bo'ladigan narsa emas. Uni uchun you need to learn how to actually interact with a certain human beings, especially when you want to grow your network and o'zingizni bitta darajadan ikkinchi darajaga chiqarib qo'yishingiz uchun. Va uchinchisi to'g'ri savol. To'g'ri savol bu juda ham muhim. Ya'ni faqatgina Angliyada bu juda ham mashhur how is the weather, how are you bilan salgina cheklanib qolinadi, lekin ularning o'zingiz agarki oldindan tayyorlanib borsangiz, bu inson nimaga qiziqadi va hozirgi faoliyati qanday? Shulardan kelib chiqqan holda to'g'ri kerakli savolni berishingiz o'zingizning suhbatingizni davomiy bo'lishi va u inson siz bilan ko'proq suhbatda bo'lishi, suhbat orqali siz ko'proq ilm o'rganishingizga shans yaratib beradi. Olasiz degan garantiya yo'q,
lekin o'sha shansni va opportunityni o'zingiz uchun create qilasiz. Keyingisi esa kuchli muloqot va networking. Buni o'zi foydasini yana bir marta qaytarib o'tamiz. Bu nima sizga beradi desa, ishonchni uyg'otadi. Ya'ni bir inson ikkinchi insonga ishongan holida keyingi masalalarda u siz bilan ko'proq bo'lgisi keladi va siz bilan masalan agarki bironta proyekti bo'lsa, sizni ham jalb qilishiga как-то shans uyg'onadi. Va shu bilan birgalikda sizni esida qoldiradi va imkoniyatlarni sizga olib keladi. Masalan, har bitta masalan networking eventimizdan kelib chiqsak, mana shu tanish bilishlarimiz va Angliyadagi o'zbek community orqali KPMG da katta 10 yildan beri ishlab keladigan IT analyst va shu bilan birgalikda Terminal 4 proyektini, Angliyadagi Terminal 4 proyektini egasi bilan intervyuda qatnasha olishim, ya'ni ulardan intervyu olganmiz. Xuddi shu bilan birgalikda IT manager, Manyev kompaniyasining IT menejeri bilan o'zaro juda yaxshi aloqalarni qo'yganimiz va u kishi biz bilan hozirda yangi bizneslar orqali collab uchun o'z qiziqishlarini bildirganlar va yaqinda bo'lib o'tadi. Bloombergga biz sayohat uyushtiramiz. Ya'ni bu kishi uyushtirishyapti va o'shanga shortlist, ya'ni 8 ta yoki 10 ta odam chaqirilishi mumkin va o'shanga aytdilar, Parvina, sizni alohida уже listga qo'shib qo'ydik va albatta kelishingizni kutib qolamiz va vaqti chiqsa sizga update beramiz. This kind of opportunities. Masalan, siz faqatgina Bloombergda eshigiga kirib polni tur o'tkaza olmaysiz. Ya'ni ichkaridan kimdadir sizga invitation berishi kerak. Unaqa opportunitylarni sonini ko'paytirish uchun insonlar bilan to'g'ri muloqotda bo'lish, aloqa o'rnatish barchasi muhim. Xuddi shunday Googlening ichiga ham Azim Po'lad orqali kirganmiz, ya'ni u kishi bizga invitation bergan va u kishi orqali ismlari ham yozib qo'ygan ekan. U kishi orqali biz tur uyushtirganmiz, Google haqida tushunchalar va corporate kompaniyada ishlash va u kishi o'zimga masalan, ya'ni karyera bo'yicha ketmoqchiman deganimda, meni eshitganlaridan keyin to'g'ri o'z maslahatlarini berib o'tgan va bu maslahatlar har doim miyamda saqlab qo'yganman, chunki xuddi shu yo'lni bosib o'tgan insondan maslahat olish albatta sizga ko'proq foydaliroq, chem o'tirib faqatgina kitobni varaqlab, kitobdan nimadirni aytib berayotgan insondan. Always experience bo'lgan inson kuchliroq, chem faqatgina gazeta yoki kitob o'qib o'tirgan insondan ko'ra. Keyingisi bizda mehmon spikerimiz ham bor. Agarki biz texnически tayyor bo'lsak, mehmon spikerimizni biz aloqaga chiqamiz va shu paytida men ozroqni bular ulab turganicha conclusion qilib berib turaman. Ya'ni nima demoqchiman? Hayotimizda ko'plab opportunitylarimiz bor va men kitoblarimdan o'qigan eng chiroyli bitta ssenariy bor. Ya'ni har doim agarki masalan o'zingni hayotingdan ko'rayotgan bo'lsang, bitta inson intervyuga chaqiriladi, shunchaki suhbatga chaqiriladi va so'raladi, yo'lda nechta qizil mashinani ko'rding kelayotganinggacha shu paytgacha? U aytadi, bilmadim, balkim 2-3 ta ko'rgandirman deydi. Unda ham o'ziga ishonib javob bermaydi. Va xuddi shunday aytadi, agarki sen boshqatdan ertaga kel, har bitta ko'rgan qizil mashinang uchun men senga $50 beraman deydi. Va u inson to uyidan to shu ishxonani yonigacha suhbat uchun kelgunigacha har bitta qizil mashinani ko'zlarini katta qilib ochib sanab boradi va sanashda ham adashmasdan sanaydiki, shtabi mana har bittasi uchun $50 olish. Bu hayotimizda qanday tatbiq etiladi? Hayotda ham agarki siz opportunitylarni ko'zingizni consciously, ya'ni aqlimiz, ong ostimiz bilan ochilgan holda consciously e'tibor berib tursak va qayerda opportunity bo'lsa o'shanga borsak, u yerda shans bor har bittasini ustiga 50 mingdan, $50 ya'ni ko'payib ketishini. Siz esa agarki opportunitylarga o'zingiz e'tibor bermasdan shunchaki hayotda yashashda davom etsangiz, yashaymiz, barchamiz baribir o'lamiz, yashaymiz, hamma narsani xotimasi bor, lekin to'g'ri yashash, barcha berilgan mana shu yer sharida berilgan opportunitylardan maksimal foydalanish va uni foydalanish uchun avvalambor uni notice qilish kerak, ya'ni ko'rish kerak, e'tibor berish kerak. Shu informatsiya bor yoki shu opportunity bor, keyingina uni hayotimizda qayerdan undan foydalansak bo'ladi deb borib ko'rishimiz muhimroq.
Shuning uchun ham men o'zimga shior qilib olganman. Xuddi shunday sizlar ham o'zlaringizga harakat qilishingiz kerak, shior qilib ko'zimizni kattaroq qilib qizil mashinani izlashdan boshlashimiz kerak. Qayerda o'sishimiz uchun opportunity bor, qayerda rivojlanishimiz uchun bizda weaknessimiz bor, yana bir marta sakrashimizga, va qayerda biz o'zimiz o'zaro to'g'ri networklarimizni va connectionlarimizni yig'ishimiz kerak. Chunki biz baribir insoniyat, jamiyatda mana shu connectionlarsiz rivojlanib bo'lmaydi. Hayvonot olamida har bittasi solo yashaydi, balkim bola ko'radi, ovqat yeydi, ketadi. Lekin jamiyat o'laroq rivojlanishimiz uchun biz ko'proq united bo'lishimiz kerak. Va mana bu networking bizni o'shunday unite qiladi va jamiyat o'laroq o'sishimizga ancha yordam beradi. Va albatta siz chet davlatlarga chiqib o'qimoqchi, ishlamoqchi bo'lsangiz, ayniqsa siz uchun hattoki oddiygina o'zbek community ham juda katta yordamlarni ochadi. Chunki networkingda juda ko'p insonlar, bu yana psixologik bittagina sizlarga ma'lumot, har bitta inson yordam berishga o'zida shaxsan qandaydir hissiyot bor, shu nimadir yaxshilik qilib o'zini yaxshi his qilishiga intilish. Ya'ni sizga bitta narsani yordam berish menga qo'limni bunday siltab qo'yganimcha oson bo'lsa, men shu narsani qilib o'taman va o'zim shundan rohatlanaman, shu nimadir yaxshilik qildim va menga shu yengillik bo'ldi degan ma'noda. Siz o'zingizdan borib menga ish ber degandan ko'ra, qiyinroq savoldan ko'ra, men mana shunday qiziqishdaman, ish izlayapman, siz o'sha mana shu yergacha yetib kelishingizda qanday rivojlangansiz, o'sha haqida aytsangiz, men o'zim mana shu bo'yicha sizni yo'nalishingizdan ketaman degan so'zingiz u yerda sizga bo'lgan ishonchini, xohishini va sizga yordam bera olish hissini kuchaytirib yuboradi. Once u o'zini tushuntirib beradi va sizga yordam berishga ham ko'zi kattagina ochiladi, shu sizning ham birgalikda o'sishingizga. Shuning uchun ham communication, networking va skilllar muhim. Uning ustida davomiy ishlab yurishimiz kerak. Agarki bizni spikerimiz Go'zal Jo'rayeva bilan birgalikda bu yog'ini davom ettiramiz. Spikerimizni invite qilganmiz. Barchangizga Go'zal Jo'rayevani opitlaridan, bu kishi hozirda UK da istiqomat qiladilar. 2 yil ichida 2 marta skilled worker visa olgan, hozirda deputy manager sifatida ishlab kelgan successful woman. Bu kishidan ham ozroq ularning experience'idan eshitib ko'ramiz. Marhamat. Avvalambor taklif uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Bu men uchun yana bir yutuq desam noto'g'ri bo'lmaydi. O'zimni qisqacha tanishtirib o'tsam, ismim Go'zal, Jahon tillari universiteti bitiruvchisiman va 3 yil oldin oilaviy Buyuk Britaniyaga ko'chib kelib, hozirda karyeramni London shahrida olib bormoqdaman. Shu hamma qatori 4 yil oldin, 4-5 yil oldin hammasi shu universitet davrlari ingliz tilini o'rganib, repetitorlarga borib, o'zimcha ingliz tilini juda yaxshi bilaman deb o'ylab yurgan vaqtlarim boshlangandi. Lekin Buyuk Britaniyaga ko'chib kelganimda tushundimki, chuchvarani xom sanabman. Faoliyatimni oddiy malakasiz tarbiyachi sifatida boshladim, lekin juda ham katta to'siqqa duch keldim desam to'g'ri bo'ladi. Bu eng katta to'siq men uchun bu til to'sig'i, ya'ni language barrier bo'lgan. Ingliz tilim yaxshi bo'lgan, IELTS'im bo'lgan, tajribam bo'lgan, lekin baribir shu English environmentga tushib qolganimda til to'sig'im juda ham katta to'siqlardan biri bo'lgan. Muammo til bilishda, grammatikada emas edi, ya'ni aksent, ya'ni British accentda bo'lgan. Ko'p narsani tushunmasdim, qayta so'rab, ba'zan uyga kelib yig'lab o'tirgan vaqtlarim ham bo'lgan. Tasavvur qiling, keldingiz, full time jobga kirdingiz, hamma inglizcha gapiradi, qisqartmalar, slanglar, har xil o'zlarini hazillari bilan gapirishadi, nimadirlar so'rashadi, lekin siz tushunmaysiz. Bu juda qiyin bo'lgan. Eng
aniq ayta olaman, birinchi bir oyligim juda ham qiyin o'tgan. Lekin keyin o'zimga savol berdim. To'xta dedim, bilasan ingliz tilini, angliyskiing bo'lgan, tajribang bor, jahon tillarini bitirgansan, lekin nimaga hozir o'tirib yig'lab o'tirishing kerak degan savol berdim. Bo'ldi deb ertasi kuniyoq ishga borib, ishchilar bilan o'tirib gaplashganman. Kelinglar iltimos deb ochiqchasiga kelinglar, bir iltimosim bor, shu sekinroq, iloji bo'lsa oddiyroq, soddaroq gapiringlar menga deganman. To'g'ri, uyalib o'tirishdan unaqa yo'q deganmanda, borib gaplashib, keyin so'rashdan to'xtamaganman. Nima? Could you please repeat deb endi million marta bir kunda so'raverardim. Uyatam yo'q bo'lib ketdi. Keyin xullas ancha 3-4 oydan keyin ancha o'zimni joyimni topdim desam to'g'ri bo'ladi. Va 6 oy ichida government funded, ya'ni shu davlat tomonidan moliyalashtirilgan kurs, ya'ni qualified teacher status kursini boshlashga muvaffaq bo'ldim. Bu ya'ni Buyuk Britaniyada rasmiy ravishda maktab o'qituvchisi sifatida ishlash huquqini beradigan professional status. Bu katta imkoniyat edi. Buni boshlab 6 oy ichida deputy manager, ya'ni oddiy malakasiz mutaxassis, umuman tajribasiz mutaxassisdan 6 oy ichida deputy manager, ya'ni bog'cha shu kichik shaxsiy bog'chani boshqaruvchisi sifatida lavozimim oshdi. Long story short, bu bilan nima demoqchiman? Tirishqoqlik, shu o'zimda bo'lgan ishimga bo'lgan passion, qiziqishim, tirishqoqligim natijasida bu birinchi eng katta yutuqlarimdan biri bo'lgan. Keyin bo'lsa yangi filial ochdik, yangi filialga yana menejer bo'lib o'tdim. Keyin ushbu kompaniya bilan skilled worker vizasini oldim, ya'ni shu malakali mutaxassis vizasini oldim va bundan keyin qaradim, 1,5 yillar o'tib, bir o'ylab ko'rib qarasam, bu hozirgi kompaniya kichik ekan. Yangi imkoniyat, new opportunity deydi-ku, o'sha new opportunity izlab boshqa ishga o'tishga qaror qildim. Bu oson emas edi, chunki eng katta to'siq bu yerda viza edi. UKda shunday qaror bor, agar bitta ishdan ikkinchi ishga o'tmoqchi bo'lsangiz va birinchi kompaniyadan sizga viza sponsorship berilgan bo'lsa, bu viza kuyadi, o'sha vaqtda o'zida kuyadi va siz boshqatdan yana viza topshirib, boshqatdan to'lovlarni qilib, yangi kompaniyaga o'tishingiz kerak bo'ladi. Xullas, intervyularga bordim. Boya Parvina aytib o'tganidek, intervyularning muhimligini o'shanda bildim. 10 dan ortiq intervyularga bordim. O'zimni confident, energiyamni, confidence'imni ko'rsatib, 10 dan ortiq intervyudan 3 ta kompaniya menga ish taklifini berdi va uchalasi ham manager pozitsiyasi va ularni uchalasi ham sponsorlik, ya'ni viza qilib berish anaqasini berdida, ruxsatini berishdi. Lekin uchalasidan bittasini tanlashim kerak edi. Bittasini bu katta, eng qiyin qarorlardan biri edi va eng kattasini, eng katta kompaniyani tanlashga qaror qildim. Xullas, nima desam, o'sha eng katta kompaniya, shu kompaniyani tanladim va tanlaganimdan keyin bitta intervyudan ular 6,000 funtdan ortiq ular menga homiylik qilib vizamni olib berishdi, shu menejerlik pozitsiyasini berishdi va hozirda 60 dan ortiq xodim va 90 dan ortiq bolaga ega bo'lgan bog'chani boshqaraman. Va shu bilan birga 3 yoshli farzandim bor va ijtimoiy tarmoqlarda UKdagi real hayotim bilan bo'lishib boraman. Bularni barchasini ortida nima demoqchiman? Bu barcha yutuqlarimni ortida, bu barcha erishgan yutuqlarimni ortida negizida bitta narsa, eng asosiy narsa bu til bilishim deb o'ylayman. Chunki bu qay darajada bilish emas, bu baland yoki past darajada yoki IELTSingiz baland yoki past darajada bilishingiz emas, bu til bilishingiz deb o'ylayman. Chunki agar til bilmaganimda bu
UKga Britaniyaga kelganimizda ish ham topa olmasdim, balkim xuddi ushbu ishda ishlamasdim yoki bunday career progressionga erishmasdim yoki menejer bo'la olmasdim yoki bilmadim. Umuman boshqa joyda ishlayotgan bo'lardim balkim. O'shaning uchun aytayapman, til bilish bu eng katta yutug'im bo'lgan va hammaga buni aytaman. Hozir ham ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu til qandaydir mana ochiq eshik deb oladigan bo'lsak, ochiq eshik va ochiq eshikdan o'tib, zinalardan chiqib, qiyinchiliklardan o'tib yugurib o'tasizmi, sakrab o'tasizmi, yurib o'tasizmi, bu sizni qo'lingizda, bu sizni tajribangiz, bu sizni passioningiz, bu sizni xohishlaringiz, bu o'zingizni nima deydi, tirishqoqligingizga bog'liq. Til bilasiz-u, lekin sizda xohish bo'lmasa, til bilasiz-u, sizda energy bo'lmasa, passion bo'lmasa, u til ochiq eshik ochiqligicha qoladi. O'shaning uchun nima demoqchiman? Shu nimaga erishmoqchi bo'lsangiz, nimaga kelajakda nimada o'zingizni qayerda ko'rmoqchi bo'lsangiz, ko'rayotgan bo'lsangiz, shu rejalarni qo'yib, o'sha rejalar bo'yicha anaqa do your best deydi-ku, qilishingizni maslahat bergan bo'lardim. Eshitilyaptimi? O'zim gapirgandek bo'lib ketdi, to'g'risi. Juda ham yaxshi eshitildi. Rahmat kattakon. Hozir men ham ekranimni yoqmoqchiman, kameramni yoqmoqchiman. Shunday vaqt ketdi. Rahmat kattakon, bizga qo'shilganingiz uchun, vaqtingizni biz uchun ajratganingiz uchun va o'zingizni journeyni bizga aytib berganingiz uchun rahmat kattakon. Chunki rostdan ham boshida kelganimizda ko'pchiligimiz mana shu narsani experience qilamiz, ya'ni til masalasida. Zo'r o'rganib kelamizda tilda, lekin nimalardir deyishadi, tushunmay qolamiz. Nimalardir deyishadi, tushunmay qolamiz. Mana shu bir ma'lum bir vaqtlar ketib qoladi tilimizni to'g'rilashimizga va undan keyin o'zimizni tiklab yo'liga qo'yib olishimizgacha. Va undan ham qizig'i menga ruhlantiruvchi qaysidir ma'noda baribir siz stories ham O'zbekistonda o'qigansiz, Britaniyani o'zida o'qimagansiz. Lekin Britaniyaning o'zida, misol uchun, 6 oy ichida menejer lavozimigacha ko'tarilish bu hammaga emas, chunki Britaniyaning o'zida o'qib bu yerda misol uchun ishga kira olmay yurganlar qanchadasiz? O'zbekiston diplom bilan kelib, bu yerda menejer darajasigacha 6 oy ichida chiqishingiz bu rostdan ham juda ham bir qaysidir ma'noda ta'sirli story. Go'zal, rahmat sizga kattakon bizga qo'shilganligingiz uchun. Xudo xohlasa yana ko'p live chatlar qilamiz. Keyingi safarlarga xudo xohlasa harakat qilamiz. Rahmat kattakon, ishlaringizga omad. Sizga ham rahmat. Rahmat. Go'zal, kattakon rahmat yana bir marta bizga qo'shilganingiz, o'zingizni storingizni share qilganingiz va tildagi baryeralar, communication qay darajada muhimligini yana bir marta ta'kidlab o'tganingiz uchun. Va shu bilan birgalikda endi va'da qilingan sovg'alarni vaqtiga yetib keldik. Bizni hozir adminimiz gruppaga forma tashishadi. O'sha formani to'ldirilganingizdan keyin biz aytgan $1,5 million agentlik polностью xizmatini siz ya'ni universitetga topshirmoqchisiz, Buyuk Britaniyaga qaysi bakalavr, PhD bo'lsin yoki magistratura bo'lsin, barcha nuancelarni o'zlari qilib sizga yordam berishadi va $1,5 bizlardagi agentlik xizmati 3 ta ishtirokchiga, ayniqsa passioni bor, haqiqatdan bormoqchi bo'lgan yaxshi studentlarga tanlab beriladi. Чтобы u tarafga ham, biz tarafga ham foydali bo'lishi uchun. Va ikkinchisi shaxsiy mentorlik dasturi. Hozir endi savollarga qaytamiz. Hamma barcha xohlagan savollarini chatda beraversin. YouTube'ni onlaynda ham yoki Telegramda ham ikkovidan ham eng chiroyli kelgan savollarni bitta so'raverishadi. Men qisqa lo'nda javob berishga harakat qilaman. Vaqtimiz bu yoqqa cheklangan. Чтобы shaxsiy mentorlik kimga ketishini aniqlab olishimiz uchun. Hop, bizda birinchi savol bor ekan. Birinchi savolimiz O'zbekistonda o'qishlik bilan Britaniyada, UKda o'qishlikda nima farqi bor deyishdi? Qisqa lo'nda qilaman. Farqi juda katta. O'zbekistondagi o'qish sistemasi baribir bilamiz, jahon miqyosidagi professorlar darajasida ular tayyorlanmaydi.
ular o'tkazayotgan dasturlar ko'proq sizni teoriyani yodlashingiz, faktlarni memorize qilib olishingizga qaratilgan. Hattoki mana leksiyalarda ham ilm beriladi. Siz konspekt olishingiz kerak bo'ladigan keraksiz ba'zi qismlari bor. Lekin Buyuk Britaniyada o'qimoqchi bo'lsangiz, albatta bu darsliklar professional imtihonlardan o'tgan kuchli professorlar tomonidan birinchidan tayyorlanadi. Darslar ko'proq sizni real hayotga tayyorlashga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni sizga buxgalter bo'lmoqchisiz. Universitetga kirdingiz, nima qilasiz? Buxgalterskiy sistemani, qonunlarni va Excel sheetlarni o'rganasiz. Bo'ldi. Shtobi yerda siz uchun geografiya, tarix darslari qo'shilmaydi. Ya'ni 5 ta kuchli fan tanlanadi bakalavr uchun va o'sha bo'yicha sizga kerakli deb o'ylaganlarini o'qib, sizni universitetga ko'p real hayotga ko'proq tayyorlashadi. Va albatta professorlarning darajasi, aytmoqchi emasman O'zbekistonda professorlarimizni darajasi kam, lekin ularning soni kam. Kuchli professorlarimizni soni kam. Angliyada esa bu ilm o'chog'i bu yer. Har bitta professorning darajasi ular Oxford, o'zimni ham o'qituvchim Oxfordda o'qigan, ya'ni statistika, data statistika va econometricsni o'qigan inson bizlarga finansdan dars bergan. Va ular uni ayta oladigan ilmi, share qiladigan datalari juda kuchli darajada yordam beradi va real hayotda ko'proq qo'llab yuborishga, tezroq rivojlanishga ancha yordam beradi deb o'ylayman. Rahmat, juda yaxshi savol. I will remember. Bizdagi keyingi savolimiz, qanaqa qilib o'zi conversationni boshlasam bo'ladi? Eshitganman, UKda, USda, Avstraliyada odamlar yopiqroq ancha deb eshitganman deb so'rashdi. O'zi birinchidan bu to'g'rimi? Ya'ni UKda, USda, Avstraliyada odamlar yopiqroqmi? Ikkinchi javobimiz bu qanaqa conversation boshlash? Okay. Bu a little bit biased information. Biased ya'ni ba'zi prям fakt informatsiya emas. Ayniqsa Avstraliyada ham, Amerikada ham, Buyuk Britaniyada ham insonlarni juda ham ochiq. O'zim ko'proq travel qilganim uchun Yevropa, Afrika davlatlari, Middle East barcha men bu travellarimdan kelib chiqib aytaman. Juda ham ko'plab insonlar bilan duch kelaman, gaplashaman. Juda ko'p inson gaplashishga aslida chet davlatlarda ancha ochiq. Bu birinchisi. Buyuk Britaniyani olib qaraydigan bo'lsak, men day to day basisda insonlar albatta bu mid agedan tepadagilar ancha ochiqroq, ular welcomingroq, sizga nabarot kulibroq qaraydi. Hattoki kichik qishloqchalarga borsa ham odamlar o'zi sizni kelib gapirishingizni kutib turadi, chunki sizga qarab shunday kulib tabassum qilib turadi. Biladi siz turist yoki bu yerni odami emassiz, kulib qarab turadi. Işte o'ldim deganda menga juda ko'p insonlar hello deb o'tib ketgan. Va sizni qay darajada ularga tayyor ekanligingiz ham muhim. Are you ready to speak up if they start? Mana shu narsa baribir energiyadan tez odam his qilib qoladi. Birinchi tushuncham, gaplashish juda xalqiga bog'liq emas, shahar davlatga bog'liq emas. To'g'ri, yopiq odamlar ham bor, lekin juda ko'p ekstrovertlar ham ko'p, yetarli. Gapni boshlash uchun shunchaki borib assalomu alaykum o'zini tilida yaxshimisiz? Siz shu yerlikmisiz, shu yerda yashaysizmi degan gapni o'zi yetadi. Keyin u boshlanib ketadi. O'zini tanishtiradi, bu yerda keyin siz turistligingizni aytasiz, keyin gap davomiy etib ketadi va общий umumiy qiziqishlaringizga yetib borasizlar va o'sha qiziqish bo'yicha keyin davomiy etadi. Eng osoni va eng muhimi start. Just go and start and say hello at least va communication boshlanib ketadi. Tilni yaxshi biladigan, lekin tajribasi kam xalqaro talabalar Britaniya mehnat bozorida qanday qilib o'zini ajratib ko'rsatishi mumkin? Ana o'sha og'riqni men bugun ko'rsatib berishga harakat qildim, ayniqsa mana shu tilni rivojlantirish uchun. Chunki yana bir marta ta'kidlayman. Your hard skills, ya'ni sizni texnik bilimlaringiz, o'zingizni kuchli taraflaringiz sizni bitta ishga olib kiradi, ya'ni ishga olib kiradi, to'g'ri ishlay olishingiz mumkin. Har qanday mehnat bozoridagi tipdagi industriyada ishlashingiz mumkin, lekin siz u yerda ajralib, rivojlanib o'zingizni ko'proq ko'rsatishingiz uchun siz qo'shayotgan contribution, ya'ni siz qo'shayotgan qadr-qiymatni ko'rsatib bera olish muhim. Ya'ni agarki men o'zim как finansist o'tirsam, отчетlarimni qilsamda, lekin mana bu отчет, mana bu
mana bu statistika buni aytyapti. Bu biznesda mana bu decision'ni qilmasang, mana bu statistikamiz faqat negativda turadi deb o'zim borib ko'rsatmasam, qilgan ishimni, отчетimni foydasini unga yetkazib bera olmasam, u meni qilayotgan ishimni bilmaydi. U meni oyligimni ham oshirmaydi. U meni lavozimimni ham ko'tarib ham qo'ymaydi. Shuning uchun ham tilni avvalambor o'rganishga harakat qiling. Siz chiqishdan oldin buni tayyorlanishingiz kerak, lekin yo'q, уже kelib qo'ydim desa, albatta til kurslari, onlayn kurs bo'lsin, offline bo'lsin, boring tilni o'rganing. Keyin esa eng muhim va o'zim 4-sinf yosh qizchaligimdan praktika qilib kelaman. Oynaga qaradim, ertalab hamma ishga ketardi, men 2-smena o'qirdim. Oynaga qarab 2 soat tinimsiz ingliz tilida gapirardim. Bitta topik tanlardim. Tell me about your family. Hali kichkina paytimda tell me about your family. Uyni yig'ishtirardim, supurardim, hamma ishimni qilardim, oxirida oynaga qarab, gapirib, o'sha orqali o'zim praktika qilardim. Everything starts with practice. First of all, improve your hard skills. Okay, you have it, which is good. But second, most important, improve your communication. Tilni bilmaysizmi, o'rganing. Maksimal harakat qiling, chunki insonlar uchun ilojsiz narsani o'zi yo'q. 6 oy ketar, lekin ana shu 6 oydagi siz bergan investitsiyangiz, tildagi investitsiya sizga hali ko'plab oylik sifatida rivojlanib ko'rsatib keladi. Yo'q, baribir tilni o'rganmayman, shu holimda meni qanday o'zimdan ko'rsatishim kerak desangiz, juda ko'plab mehnat qilishingizga to'g'ri keladi. Sizni late hour o'tirib ishlashingiz, ko'pala harakat qilishingiz, hamma ishlamaganda ham siz o'zingiz ishlab ko'rinishingiz kerak, чтобы boshqa insonlar sizni notice qilsin, ya'ni e'tibor bersin, sezsin, что siz o'sha yerda bor. Va bu juda ham og'ir va qiyin yo'l. Shuning uchun ham agarki siz o'zingiz qilib turgan ishni 9 to 5 ishlayapsiz, o'sha ishingizni chiroyli qilib ko'rsatib bera olsangiz, sizni o'sish yo'nalishingiz ancha osonlashib ketadi. Savol juda ham yaxshi, rahmat. Keyingi savolimiz bu xalqaro talaba sifatida, Britaniyada o'qib turgan xalqaro talaba sifatida professional networkingni qurishlik uchun universitetda o'zidan boshlashim kerakmi yoki tashqaridan tadbirlardan ko'proq urg'u berishim kerakmi deb so'rash. Networking eventi birinchidan yaxshi yomoni bo'lmaydi. Birinchi o'rinda universitetga eshigiga qadam qo'ydingizmi, xalqaro universitetga, albatta networkingdan boshlang. Bu qanday bo'ladi? Birinchi o'rinda student union bor. Har bir universitetda at least in US and then UK campus aniq bor. Bu narsani bilaman. As a fact, student union bor. Student unionga borib qo'shiling. Even become a representative. Ba'zi bir tadbirlar ular uyushtiradi, jamiyatchilar bo'lib, как student har xil tadbirlar uyushtiradi. Studentlar bilan birinchi aloqa qilishni o'rganing. Keyin esa student help centerlar bor, career center bor. O'sha career centerlarga boringda, men mana bu CV universitetga kirdim. Endi nima qilay desa, o'sha yerda career centerda juda ham qualified guidelar o'tiradi va o'shalar sizga aytadi. Endi LinkedIningni to'g'irlab, mana bu yerda katta seminar bo'lyapti. Universitet tomonidan mana bu kompaniyalar chaqiriladi, mana shu kuni, mana shu yerga mana bu work fairga kelsang, ko'plab employerlar bilan ko'rishishga senda shans bo'ladi degan narsa bo'ladi. Avvalambor olmosingiz qo'lingizni kitangizda bo'lgan paytda o'shandan boshlang, ya'ni sizning universitetingiz. Universitetdan keyin o'zingiz research qiling, networking qayerda event bo'lyapti va har xil communitylarga a'zo bo'ling. Ya'ni bitta do'stingiz aytganida boshqa communitylarga mana shu event bo'lyapti desa, shtabi bora olishingiz uchun. Va eng muhim narsani aslida aytib o'tmagan ekanman. Juda ko'p studentlar hozirda ishlaydi, o'qiydi, aytadi, meni vaqtim yo'q bunaqa networking eventga, men nima uchun boraman, когда o'zim rentimni, uyimni to'lolmayman, universitetdan qarzim bor. Bir umr mana shu og'ir hayotda yashab o'tmaslik uchun ham siz hozir ba'zi bir summadan voz kechib ish paytida univers davrida borib networkinglarga qatnashishingiz kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim. Men o'zi karyeramni settle qilganman. Karyeram yurib boryapti. Kompaniya menga 5-6 yillik kontrakt va aytishdi, butun umrlik 20 yillik pensiyaga chiqguningcha kontrakt berishimiz mumkin. Har yil oyligingni oshiramiz degan promislar ham qog'ozda turibdi. Shu bilan bo'lsagina ham men hozir tinmasdan networkingga boraman. Yana ko'proq insonlar bilan gaplashay, fikr almashay, ilm almashay, fikrlashim kengaysin, insonlardan nimadir o'rganay deb ham networking eventlarga boraman. So you shouldn't be choosing where to go, but always start. Student community, student center, career center va internet around, outside'dan albatta borish kerak. Chunki uning foydasini karyera boshlagan paytingizda juda ko'p seziladi.
Keyingi savol. Rahmat. Keyingi savolimiz bu ko'proq moliyaviy masala to'g'risida ekan. Yevropada o'qigan ko'p insonlar bilan gaplashganman. Ular bu yerda pul topa olasan, yashashingga yetadi, lekin saving qila olmaysan, chunki so'rovlar yuqori deb aytishadi, deyapti. Bu qanchalik to'g'ri? Va mana shu taraf haqida ko'proq misol uchun o'ylashlik ham qanchalik to'g'ri? Ya'ni misol uchun qisqaroq muddatli misol uchun savinglar haqida o'ylashlik va unda solishtiradigan bo'lsak, long term thinkingga solishtirsak qanchalik to'g'ri? Birinchi o'rinda Yevropa alohida va Britaniyani sistemasi ozroqgina farq qiladi. Birinchi o'rinda Britaniyadan boshlayman. Britaniyada yashash xarajati qimmatroq, ayniqsa siz Londonda, masalan, Capital Cityda yashayman. Londonda yashayotgan bo'lsangiz, yana ham ozroq qimmatlashadi. Yevropada esa yashash ozroq arzon. U ham nimasi bo'yicha? Renti yoki transporti bo'yicha. Ovqat, yeb ichish masalalari, masalan, Ispaniyada, Parijda bo'lganman, hammasi bir xil. Narxlar ba'zilari hattoki Londondan qimmat deb kulib ham qo'ygan edim. Narxlar qimmatligi darajasi bor, lekin ishlab topishni ikki qismga bo'lib tushuntiraman, chunki bilaman ko'p studentlar ham student davrida ham ishlaydi, studentlikni tugatib ham keyin ishlashi bor. Student davrida saving qila olish, saving haqida unutish kerak. Student paytingizda minimalni o'zingizni yashab turishingizni, u ham studentcha yashash uchun yetib tursa, bitta burda noningiz, suvingiz, salligina protein bo'lib tursa bo'ldi. Hozir sizni konsentratsiyangiz faqatgina ilm olishga kerak. Saving keyin ham follow up qilaveradi. Siz o'ylamang, bu noto'g'ri fikr. Universitetga borsam, ota-onamga ham pul jo'nataman, univerimni ham to'layman, o'zim ham yashayman. Impossible. Completely impossible. Ikkinchisi, universitetni tugatgandan keyin saving possible. Albatta possible. Saving juda ham UKda, hattoki masalan rentingiz 1,5 ming funt bo'lsa, oila uchun 1,5 ming funt bo'lgan joyda ham save qilish mumkin. Ayniqsa siz oila bo'lib yashasangiz, ya'ni er-xotin yoki do'stingiz bilan birgalikda yashasangiz, ancha sizga rent o'rtada share bo'lishiga, bitta insondan, ya'ni xarajotidan ketishi va oziq-ovqatlar Angliyada juda ham arzon. Masalan, endi topgan pulingizga nisbatan arzon demoqchiman va saving albatta possible. Masalan, hozir o'zim va xo'jayinim bilan birgalikda ishlaymiz. Hammasi hayotimizda yaxshi. 1 yil ichida masalan 4 ta davlatga sayohatga chiqa olamiz. Bu Yevropada possible, chem masalan O'zbekistonda yashaganimizdan ko'ra. Shuning uchun ham saving miqdori Yevropada yashasangiz albatta possible universitetni tugatgandan keyin. Lekin saving haqidan ham ko'ra ko'proq siz long termni albatta o'ylashingiz kerak. Karyerada qayerda rivojlanasiz? O'zbekistonda ko'proq rivojlana olasizmi? Ha deyishingiz ham mumkin, albatta to'g'ri. Juda ham ko'plab biznesmenlar, rivojlangan insonlar bor. U yerda ham qilishingiz mumkin. Yo'q, chet davlatda o'sa olaman desangiz, chet davlatda o'zingizni perspektiva, masalan, Google'da ishlash, Bloomberg'da ishlash, katta kompaniya, korporatsiya, Big Four'da ishlash uchun albatta Britaniyani sizga diplomi ham juda katta rol o'ynab yuboradi. So, that was a very interesting question. I liked it. We'll keep it in mind. Kurs demasam, ko'p savollar kelyapti. Chatda o'zida savollar ko'p. Qisqaroq. Telegramda o'zi ham ko'p, lekin rosti menimcha yechim o'laroq anaqa qilsak bo'ladi. Keyinroq har bitta savolga javob berib chiqsak bo'ladi. Albatta. Va keyinroq e'lon qilsak ham bo'ladi. Eng yaxshi savol egasini. Bo'lmasam shunday qilamiz. Savollar ko'p bo'lsa, har bittasini albatta YouTube'nikini ham olib qo'yinglar, screenshot qilib. Adminlarimiz bilan birgalikda komanda biz sizlarga barcha savollaringizni chatda Telegram kanalimizda Fly High UK'da biz e'lon qilamiz va o'sha yerda savollaringizga har bittasiga tiniqroq javob berishga harakat qilaman. Va shu bilan birgalikda yutuqni ham bugun kechqurun bo'lmasam savollarni analiz bir marta qilib ko'rganimdan keyin albatta belgilaymiz va bitta inson bilan birgalikda networking event qilamiz. Telegramlaringizni iltimos javob bera oladigan bo'lsin. Javob bersa, sizni attach qilsam, ism familiyangizni va telefon nomeringizni qoldirsangiz, keyin birga aloqaga chiqamiz. Bu yutug'imiz uchun esa formani to'ldirishingiz muhim. Forma tashaladi va bu formani analiz qilib chiqamizdan keyin kimda qiziqish bor, haqiqatan kelishi kerak bo'lsa, bu 3 ta bonusimizni to'g'ri insonga yetkazishga biz maksimal harakat qilamiz. Va aytganimizdek secret offer. Oxirgi e'lon qilishimiz qisqacha aytib o'tib ketaman. Secret offer. What is Fly High? Ya'ni biz O'zbekistonlik insonlar jamiyat qurib, Buyuk Britaniyada o'zimizni jamiyatimizni shakllantirib kelmoqdamiz. Bu jamiyatda siz
nimalarni o'rgana olishingiz mumkin yoki FlyHigh bu o'zi nima degan savolga qisqagina javob berib o'tib ketaman. FlyHigh jamiyatida biz ko'plab insonlarni bir-biriga bog'lash va shu bilan birgalikda A to Z dastur va qo'llanma ishlab chiqdik. Agar siz xalqaro universitetlarda o'qimoqchi bo'lsangiz, albatta birinchi o'rinda qanday grant yutish va scholarship yutish. Chunki O'zbekistonni oddiy ishchi oilasida turib topadigan puli bilan bitta universitetni chet davlatda fund qilish ancha qiyin. Shuning uchun ham grant bilan scholarshipga yaxshi e'tibor berishingiz kerak deb o'ylayman. Shu bilan birgalikda malakali ishchi vizalarni, ya'ni skilled worker vizasini qanday olish? Chunki universitet tugatganingizdan keyin o'sha davlatda qolib ishlashingiz ham mumkin. Qolib ishlashingiz uchun esa viza kerak bo'ladi, skilled worker viza, va buni qanday o'zim olganman, hozir ham o'sha viza statusidaman, o'sha bo'yicha qo'llanmani va shu bilan birgalikda Britaniyada startap yo'lga qo'yish bo'yicha barcha ma'lumotlarni sizga qo'llanma va dastur sifatida tayyorlaganmiz. Va bu qo'llanma dastur sizga bitta tizim sifatida yashaydi, serv qilib beradi. Masalan, o'ylang, o'zingizga ham bitta savol bering. Agarki bugun o'zingizni strategik tayyorgarligingizni va intizom bilan boshlasangiz, 3 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'rasiz? Xoh siz student paytingizda bo'ling hozir, xoh ishlayotgan paytingizda bo'ling, xoh hali endi chet davlatga ketmoqchi bo'lganingizni. Tasavvur qiling, 3 yil tizim asosida to'g'ri mentorlar bilan shakllantirilib, yo'riq ko'rsatib borasangiz, o'sha yildan keyin o'zingizning hayotingiz qay darajada o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun ham biz tizimli bitta dastur yaratdik va bu dastur va mentorlik tizimi siz uchun juda ham ko'plab qulaychiliklarni olib keladi. Biz qilgan xatolarni, biz tajribamiz orqali orttirilgan darsliklarni bitta tizim sifatida shakllantirdik. Agar bu tizim qiziq bo'lsa yoki biz bilan birgalikda birma-bir mentorlik qiziq bo'lsa va siz biz bilan birgalikda bizni mentor sifatida ko'rib, o'z karyerangizni rivojlantirmoqchi, startapingizni boshlamoqchi yoki grant va scholarship olmoqchi bo'lsangiz, bizni konsultantimizga aloqaga chiqasiz va sizga ular barcha kerakli ma'lumotlarni yetkazib berishadi va sizlar bu Telegramni agar QR kodni skan qilsalaring, Telegram orqali o'z ism familiyangizni qoldirsalaringiz, sizga aloqaga o'zlari chiqishadi. That was our very special secret offer. Hope it's going to be very much useful for each of you guys. QR kodni skan qilishlaringiz sekund qo'yaman. Уже keyingisiga o'tamiz. Shu bilan birgalikda bizni prezentatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi va o'ylaymanki, bu sizga ozroqina bo'lsa-da bitta hech bo'lmasa elevator pitch yoki bittagina communication qay darajada muhimligi yoki networkingda 70 ga eshitishingiz 30% gapirishingiz muhimligini tushunib yetgan bo'lsangiz, intizom bu har bitta self developmentning eng fundamenti ekanligi, communication esa sizni bir qismdan, bir nuqtadan Adan Bga olib o'tishini tushunib yetgan bo'lsangiz, biz o'z missiyamizni bajardik. Qo'shilganingiz uchun, albatta bitta take step qilganingiz uchun, o'zingizni rivojlanishga harakat qilib, mana shu yerda vaqt ajratib qo'shilganingiz uchun kattakon rahmat. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Mana shunday davom eting. Har bitta onlayn uchrashuvlar yoki face to face uchrashuvlar va networking eventlarda qatnashib, o'zingiz xohlagan va o'zingiz deserve qilgan futureni albatta erishasiz degan umiddamiz. Thank you so much for everyone. Thanks for your participation. Nasib bo'lsa online we will be staying in touch on Telegram, Instagram. So stay in touch. If any questions, we are here to support all of you. Thank you so much. Hammaga xayr. Menga ham xayr deb qo'yasizlar.